Assalomu alaykum do'stlar. Biz Makkadamiz. Mana bu yer bir hazımız aylan mana ko'rinib turibdi Ka'ba. Opasda ko'rsatib. Mana Ka'ba ko'rinib turibdi. Hazımız tavob qilmoqchimiz. Tavob qilmoqchimiz. Kecha nima qilganmiz? Umra badal qilganman. Paytda oyimga atagan edim. Bugun dadamga atab mana shu yerda tavob qilmoqchimiz. Mana ko'ryapsiz qancha odamlar, millionlagan odamlar aylanib yuribdi. Bu bitta qator. Men tepada tomda ham bor, u kechqurun shomdan keyin ochiladi bu yerda. Xudo xohlasa kechqurun ham kelib aylanamiz. Yani tepada mashinalar ham aylanyapti, ana ko'rinib turibdi nimada. Xudo xohlasa sizlarga ham xuddi shunaqa tavob qilib shu yerlarda bo'lish nasib qilsin. Sizlar ham kelib mana shunaqa aylanib yurib, o'zingizga boshqalarga tavob qilish, shu savobdan kelgan savobni bag'ishlaysiz ekan. Shunaqa odamga tavob qilaman deb emas, shu savobdan kelgan savobni shu insonga bag'ishlayman deb 7 marta aylanib chiqamiz biz hozir Xudo xohlasa. Mana yashil ana. Omon bo'lingizlar. Keyin mana qarang. Mana yashil ko'rinib turibdi-ku. Mana yashil ko'rinib. Mana yashil. Mana shu yer boshlanishi. Yashil chiroq yozib qo'yganman, start deb yozganman. İngilizce, Arapça, mana shu yerdan boshlaymiz, mana shu yerdan tugatamiz Xudo xohlasa. Hammalaringizga chin ko'ngildan aytyapmiz. Hammalaringizga kelib nasib qilsin. Butunlay boshqacha tuyg'u, butun bu emotsional yoki manaqa nimada turganimiz yo'q. Tabiiy holatimizni o'zi shunaqa ko'tarinki bo'lib nima qilyapti. Mana omon bo'ldi. Axir nima Muhammad alayhissalomda Ka'bada toshning tepasida ko'ra aylanyapmiz. Albatta bu katta baxt. Hammangizga nasib qilsin. Mana omon bo'ldi.